Qalaysiz? Nima bahol? Umam fikr bo'lib ketibdi-dez. Qo'ydi. Qorningni qo'paytirib, yana siporayotganiga nechta yerga o'tadi? Davay uyga sur. Kirmagana qari. Hadin oldi. Bu ham sinibdi. Tez uyga. Tantig'lanishini qara yana. Hadin, juma hadin. Rahmat. Ha, tirishyapsan. Yo'q, hech narsa. Yo'q, Bildim. Bor dam ol. Bor, o'zim tozalab qo'yaman. Antaliya, aka juda zo'r tanlov qilibsiz. Antaliyada men sizga hozir zo'r gostinitsa beraman. Aka, xohlasangiz mana taklif qiladiganim bor. Orqa tomoni tog'lar bilan joylashgan. Oldida esa o'zining shaxsiy plyajlari mavjud. Ovqatdan, restorandan umuman muammo yo'q. 24 ga sizning xizmatingiz. Uka shuncha imkoniyati bor ekan, qimmat bo'lib ketmaydimi? Bizning firmamiz shu qulaylik tomoni ham bor. 30% dan hozir to'lang, aka. Qolganini bo'lish bo'lganda to'lab ketaverasiz, akajon. Gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, agar unaqa bunday to'lovga olsam, keyin yana jarima, pena, balovatlarlar. Yo'q. Bizda hech qanaqa qo'shimcha to'lov va penalar mavjud emas. Zo'r aka, unda kelingiz bilan menga rasmiylashtiraylik. Xo'p. Ha, tantiq. Nima bo'ldi yana? Ularni ishiga umuman ulgurmayman. Hech narsa yoqmayapti. Men yomon xotinman. Sen yomon emassan. Shunchaki hozir qiyin vaziyatdasan. Menga qara, eng katta orzuying nima edi? Tarvuz ish. Qanaqa tarvuz? Eslaysanmi? Dunyo kezamiz. Turkiya, Istanbul, hamma joyda ko'ramiz deb niyat qilarding, eslaysanmi? Tur gaplashib keldim. Orzuyni amalga oshiramiz. Rostmi? Xudo xolasa keyingi oy ketamiz. Voy rosta. Har jiddiyat tomon nima ishonmayapsanmi gaplarimga? Jiddiy.